Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan doktor Jonizoqov. Bugungi mavzuyimiz surunkali gaymaritlar haqida. Ya'ni ularni to'g'ri davolash, qanday qilib demak o'sha umuman gaymarit bo'lmayman deb o'ylaydigan odamlar uchun bugungi videomizni aytmoqchi edik. Demak, gaymarit o'zi sizlarning tushunchalaringizda nima? Gaymarit bu burundan yering kelyaptimi? Bo'ldi, o'sha gaymarit sizlar tushunchalaringizda. Bizni tushunchamizni umuman boshqa narsa gaymarit va buni bir nomi bu. Gaymarit degani, ya'ni gaymer bo'shlig'ini yallig'lanishi. Itis so'zi bu lotinchada o'sha yallig'lanish qo'shimchasi hisoblanadi. Misol uchun o'sha pankreatit deydi, pankreatitis misol uchun, pankreatitis yoki gastrit deymiz. Gastritis demay, gastrit deyilgan. Gastr bu oshqozon. Stoma, tit misol uchun va hokazo. Shunaqa narsalari bor. O'sha narsalar hammasi demak yig'ilib mana shunaqangi gaymarit deb chiqqan. Demak, gaymarit ko'p bo'laversangiz, bu demak peshonangiz og'risa, egilgan paytingizda boshingiz doimiy liqillab og'risa yoki takoy pulsiruющий og'riq berayotgan bo'lsa, mana shu qismlarda bu demak gaymarit. Gaymaritni davolamasa nima bo'ladi? Eng yomon holati nima? Oxiri nima bilan tugaydi degan savolga demak gaymaritni demak davolamasa, agar yering ko'p beraversa, u orbitaga, ya'ni ko'zga asorat berish boshlashi mumkin. Va bu yerda aniq operatsiya qilinadi yoki o'sha o'zingiz sezasiz, ko'pincha mana bu qismda yoki bu qismda umuman chidab bo'lmaydigan og'riq bo'ladi. Ayniqsa odontogeniy gaymaritlarda. Demak, uni gaymaritning asosiy sabablari bu birinchi navbatda demak umuman noto'g'ri hayot tarzi. Juda ko'p statistikada juda ham ko'p erkaklarda uchraydi bu narsa. Va noto'g'ri hayot tarzi deganda ko'p ovqatni tanlamay yeyish, juda ham ko'p miqdorda yog'li mahsulotlar iste'mol qilish, o'sha gazirovanni ichish juda ham ko'p. Ya'ni shilliqni shishirib tashlaydi u. Yoki ko'p sho'r, tuzli narsalar ko'p yeyish. Har kuni deyarli qish paytida, mana hozir qish paytida har kuni deyarli yeyish, mana shunaqa narsalar bular demak gaymarit bilan kasallanishga sababchi bo'ladi. Xo'p, demak siz vrachning oldiga keldingiz. Doktor ko'ryaptilardagi aytayaptilar, demak siz gaymarit bo'lmasligingiz uchun sizni buruningizdagi tabiiy bo'shliqlarni kengaytirib qo'yish kerak. Va o'shanda gaymarit bilan kasallanish foizi kamayadi deganda bu yerda doktor 100% haq. Chunki rostdan ham surunkali gaymarit bilan, ya'ni surunkali gaymarit 3-4 marta bir yilda bo'lish degan, 3 martadan va undan ko'p bo'ladigan odamlar hisoblanadi. Nima uchun? Sababi u yerda o'sha dimlanish yuzaga kelyapti. Shuni hisobiga yering chiqa olmay qolyapti. O'sha tabiiy teshikligi kichkina bo'lishi mumkin, undan tashqari ikkita fontanella bo'lishi mumkin, o'ziga xos anatomik tuzilishlari bo'lishi mumkin. Gaymer bo'shlig'ini shuni demak bitta qilib katta teshik qilib qo'yib, ichini demak kengaytirib, ochib qo'yib, bu kasallik bilan kasallanish ehtimolini kamaytiradi. Lekin gaymarit yana bo'lmaymanmi deb kelishadi oldimizga, garantiya so'rashadi bemorlar. Unaqa garantiyani misol uchun berish u insonni qo'lida emas. Chunki hozir turli xil voqealar bo'lyapti, ko'ryapsizlar. O'sha o'zlaringizning xabarlaringiz bor. Bemor operatsiyadan chiqmasligi mumkin. Shunaqangi risk ham bor. Doktorning bo'ynida bu narsa. Dori turli xil ta'sir qilishi mumkin. Operatsiyani o'zi, misol uchun qilib yurgan xirurg uchun operatsiyani o'zi unaqa yomon aniq qilmaydi, kechmaydi, lekin o'sha narkoz va hokazo narsalar bu yomon ta'sir qilishi mumkin. Bu narsa bor narsa. Hammamiz o'sha tavakkal qilib, Allohga tavakkal qilib kiramiz operatsiyaga. Hamma xirurg. Misol uchun shaxsan o'zim
bir marta u dunyoga borib kelaman, rostini aytsam. Operatsiya qilib bo'lganimdan keyin juda qattiq charchayman, juda katta mas'uliyat, напряженныйda o'tiraman, напряжение har doim. Juda katta mas'uliyat bu bizlar uchun. Lekin operatsiya qilmasak, bu bemor to'liq tuzalib ketmaydi. O'shani ham tushunish kerak. Operatsiya qilmasa to'liq tuzalib ketmaydi u bemor. U bemor yana surunkali bo'laveradi, asorat berib yuborishi mumkin. O'shuning uchun ham bundan polni qutulish uchun uni o'sha katartirib, yaxshilab ichini tozalab chiqib, qilib chiqqanda maqsadga muvofiq ichlarni yuvib. Xo'p. Nimani hisobiga yana gaymarit bilan kasallanishingiz mumkin? Oddiy gripp hisobiga gaymarit bilan kasallanasiz. Lekin siz oldingidek bir oylab 20 kunlab yurmaysiz. Bir hafta 10 kunda tuzalib ketaverasiz. Shuning uchun ham surunkali gaymarit bilan hozir biz surunkali o'tkir emas, surunkali gaymarit haqida gapiryapmiz. Surunkali gaymarit bilan kasallanayotgan odamlar maqsadga muvofiq bo'ladi, operatsiya qilib o'sha bu narsadan o'sha anolni bo'lish ehtimolini kamaytirishi. Bu to'g'ri bo'ladi ular uchun. Yoki burun to'sig'ida qiyshiqlik bo'lishi mumkin va hokazo o'sha aniq bo'ladi o'sha narsalar. Shuning uchun ham shunaqa holatda operatsionniy holatda, iloj bo'lmagan holatda u yerda foydasi yo'q. Ya'ni davolanib yurgan foydasi yo'q. U yerda operatsiya qilib birdaniga qutulib o'sha bo'lish ehtimolini kamaytirish kerak. Chunki oldimizga kelishadi, 3 yil oldin gaymarotomiya qilganman, endoskopichskiy yoki 2 yil oldin gaymarotomiya qilyapman. Doktor mana endi yana kasallandim deydi. 5 kun bir hafta lecheniya qilamiz, o'zi birdaniga effekt seziladi. 3 kunda hammasi yaxshi bo'lib, og'riqlar qolib, takoy chemodanniy настроениеda uyga ketaman deb turadigan holatda bo'ladi. Ya'ni bu bular bir vaqtlar surunkali gaymaritni o'sha bilan kasallangan va endoskopik gaymarotomiya yoki face operatsiyasi deymiz, shunaqa face operatsiyani o'tkazgan. Azizlar, agarda sizda ham yuqoridagidek surunkali gaymarit bilan kasallanish yuzaga kelayotgan bo'lsa, siz O'zbekiston territoriyasida bo'ladigan bo'lsangiz yoki bizga qo'shni respublikalardan ham kelishadi, ayniqsa Tojikistondan, Qirg'izistondan bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Telefon raqamim, Telegramim, Instagramim. Bemalol murojaat qiling. Demak, bizning manzilimiz Samarqand shahar Dinamo stadion orqasidagi Medfas xususiy klinikasida o'z ish faoliyatimizni soat 11:00 dan 17:00 gacha har kuni, faqat yakshanba kunidan olib boramiz. Sizning sog'lig'ingiz siz uchun muhim ekanligini yodingizdan chiqarmang.